Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-uka do'stlar. Ro'za Ramazon oylari bilan charchamasdan. Mana biza traktor agregatlardan tashqari chorvachilik yo'nalishimizni ham yo'lga qo'yganmiz. Uni ham ancha yildan beri faoliyat yuritib kelamiz. O'zingizlar bilasizlar. Mana bugun Turkiya davlatidan Barbaros firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan sigir sog'adigan apparatlarimiz yetib keldi. Bundan tashqari faqat sigir sog'adigan apparatlar emas, bu yerda apreskitellar bor. Chisalkalar bor. Fermalar uchun kerak bo'ladigan hamma agregat, asbob uskunalar, jihozlar kelgan. Mana hozir sklad tayyorlash jarayonida bu Kursan firmasining apparatlari maslini. Mana bunaqa preparatlar ham bor. Mo'yshi preparatlar. Mo'yshi preparatlar fermalar uchun, daynli zali bor fermer akalar, fermalar uchun, katta fermalar uchun sog'indan oldingi, sog'ingan keyingi bo'ladigan jarayon uchun preparatlar hammasi mavjud. Hozir buni tushirish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz, nimalar kelganini. Xudo xolasa mana Farruh tayyor o'zi karada. Bizni kuzatib tursanglar, mana shunaqa yangiliklarimizni sizlarga ko'rsatib turamiz.